Assalomu alaykum, Metalmart kompaniyasining qadrli obunachilari, xabaringiz bor YouTube kanalimiz orqali sizlarga o'rnatib berilayotgan baryerlar obzorini taqdim etib bormoqdamiz. Bugun esa Metalmart kompaniyasining Andijon shahri Urajani filialiga tushgan zakazimizni o'rnatib berish jarayonini ko'rib chiqamiz. Ketdik. Ko'rib turganingizdek, ushbu xonadonimizga 20 metrdan oshiq uzunlikda 201 markadagi yuqori sifatli nержавейкаdan tayyorlangan balasina ko'rinishdagi baryerlarni o'rnatib berdik. Mazkur obyektimizning dizaynidan kelib chiqqan holda neoklassik uslubda o'rnatilgan ushbu baryerlarimiz tabiatning to'rala faslida ham o'z jozibadorligini yo'qotmaydi. Agar siz ham xonadoningizni ushbu xonadonga o'xshab bejirim va ko'rkam bo'lishini istasangiz, u holda Metalmart kompaniyasining O'zbekiston bo'ylab 8 ta hududidagi barcha filiallariga murojaat qilishingiz mumkin. Aytgancha, Metalmart kompaniyasi nafaqat O'zbekiston bo'ylab, balki qo'shni Qirg'iziston Respublikasining O'sh shahrida ham o'z filialini ochdi. Metalmart kompaniyasining premium va neoklassik uslubdagi ushbu baryerlarga buyurtma berishni istasangiz, hoziroq ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling.